Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Siz 2025-yilda ishlab chiqarilgan LG yurish mashinalari haqida bilasizmi? Agar bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, ular haqida ma'lumot va narxlar bilan tanishtirib o'taman. Ushbu yurish mashinalarimiz yangicha dizaynda ishlab chiqarildi, ya'ni oldi tekis qilib, oldingi modellarga qaraganda bo'rtgan joyi yo'q va hozirgi high-tech usuldagi uylarga nihoyatda mos tushadi va ko'rishlaringiz mumkin tablolari va boshqaruv panellari, ayniqsa oynalari ham boshqacha dizaynda ishlab chiqarilgan. Va bu budjetli model bo'lganligi uchun bu yerda 10 ta funksiyasi bor. Lopek va smeshniy, sportivniy har xil funksiyalari bor. Ya'ni asosan ishlaydigan funksiyalari va tablosi bo'lsa o'chirib yoqish, ajim, temperatura va boshqa funksiyalarga ega. Va bu yerda direct drive bo'lgan, ya'ni eng ishonchli motorlardan biri bo'lgan direct drive motoridan foydalanilgan va bunga albatta 10 yil garantiya beriladi. Va bu DD Motion, ya'ni 6 xil aylanadigan baraban bilan jihozlangan va ichlari steril bo'ladi, ya'ni solingan kirni tutmasdan yuvib berish uchun xizmat qiladi. Narxlar keladigan bo'lsak, 6 kiloligini $365, ya'ni $4,745 ming qilib beramiz va 6,5 kilolik modelini bo'lsa $4,770 ming, ya'ni $367 qilib beramiz va 6,5 kilolik mokra asfaltini bo'lsa $4,730 ming, ya'ni $364 qilib beramiz va 7 kilolik oq modelimizni $4,770 ming, $367 va xuddi shunday 7 kilolik mokra asfaltini bo'lsa $5,135 ming, ya'ni $395 va 7 kilolik oq modelimizni bo'lsa $4,900 ming, ya'ni $377 qilib beramiz. Ushbu kirish mashinalariga LG brend tomonidan o'ziga 3 yil va motoriga 10 yil garantiya beriladi va video obzorimiz yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang va o'zingizni fikringiz, ushbu kirish mashinalari haqidagi fikringizni izohlarda qoldirib keting.